Tur o'rningdan. Cho'chqadek semirib olib nimalar qilib tashlading? Senlar nega qurilgan binolarda tekshirish olib bormaysanlar? Sen itlar mamlakatni nima ahvolga soldilaring? Yo'q. Men bunday bo'lib olishini xohlamagandim. Iltimos, menga tepadan buyruq berishgan. Kim senga buyruq berdi? Seni vijdoning yo'qmi? Bir oddiy piyon bo'lsang, qo'lingdan bir narsa kelmasa, nima qilasan bu vazifani egallab? Rishala xonim va bosh o'g'ri Aripov buyruq berdi. Soqqasini ol, qolganiga aralashma deb aytishgan. Senlardan xalq norozi. Sen meni tanimaysanmi? Men qanday davlat boshqarganman? Senlarga tarixni o'rgatmadimi, meni tanitmadimi? Qilich qinidan chiqdi. Buni ma'nosini tushungandursan. Menga uchadigan kallalarning ismini ber dona-donalab. Yo'q, iltimos, menga tegmang, kechiring. Qasam ichaman, hammasini aytaman Baranov. Hokimlarning hammasi va yana mana tanqidiy nimada Amir Temur yangi O'zbekistonda degan tanqidiy yumoristskiy nima chiqibdi, kecha kuni ko'rib qoldim videoda. Haqiqiy mana xalqni hokimlarga bergan bahosi. Amir Temur qilichni qinidan chiqarib uchaydigan kallalarni ayt desa, hokimlarni hammasi deyapti. Yana nimani misol qilib aytyapti, ayol kishi bitta rahbar Tanzila Norboyeva, menimcha o'shani inobatga keltirsa kerak. Keyin nimani Abdulla Oripov aytib ketyapti. Buni xalqni bahosi bularga. Men bularni Abdulla Oripov bilan hokimimizni uch oydan aytganman, ishlab olish kerak, bilan nimani ham Oliy Majlisda ham tarqatish kerak deganman. Sizga taklif qilganman o'rtoq prezident. Mana bundan 6 yil oldin o'rta prezident ajoyib bir gapni gapirgan ekansiz, dono gaplarni, nimani tadbirkorni mulkiga xiyonat qilgan hokim ishdan bo'shash bilan qutulmaydi, javobgarlikka tortiladigan gapni nima qilgan ekansiz. Mana bizni hokim gapni gapirganiga 6 yil bo'lgan ekan. Yo'q hech narsa. Shuni bir chorasini ko'rib, bu qolgan hokimlarga, mana hokimlarning fikrini eshitdik, hokimlarga xalqi bo'lgan nimasini, fikrini shu nima bo'lsin, o'rtoq prezident o'rnak bo'lsin hokimlarga. Buni jinoyati yetadi.